Ertaga ayrim hududlarda qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 22 dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarga yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat 2-7 daraja iliq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 0,5 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi.